Bolajonim, o'zim o'rgilay. Bo'yin osteoxondrozi bo'yindagi umurtqalar orasidagi suyak tog'oy to'qimalarni yallig'lanishi bilan kelib chiqadi. Qo'lingni ko'targaningda yelkalaring qo'ling bilan og'riydi, bosh tinimsiz og'riydi, bosh aylanadi. Ko'rishni, eshitishni buzilishi bilan kechadi, holsizlik bo'ladi. Davolash uchun mashq qilgin, boshingni ha yoki yo'q degandek harakat qildirib, aylantirib harakat qil. Jiyda baliq, tuxum oqini, suyak sho'rva qaynasang bola-chaqang bilan ichasan. Suv kuniga 1,5-2 litrdan kam bo'lmasin. Yalpiz choy ich, issiq kompres qilgin, issiq kompres qilish o'rgatganman. Qo'limdagi noni mevasidan tayyorlangan Minkodi kapsulasi grija, osteoxondroz, osteoporoz, suyak yemirilishi, poliartrit, artritni davolab beradi. Kimga to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, osteoxondroz so'zini yozib, yo'lakchani bostinda videoni qarindoshlariga jo'natib, menga telefon qilaversin. Bemalol ertalab soat 9 dan kechki 10 gacha. Kimni telefonini ko'tara olmasam, o'zim qaytib chiqaman. Direktimga nomer qoldirganlarga vaqtimga qarab telefon qilaman.